o'qituvchi masalan o'zidan kuchli bo'lishini xohlaydigan inson yagonasi. To'g'risini aytaman, mana maktabda fizika biz uchun shaxsan o'zim uchun sal zerikarli fan tuyulganda, endi bilmayman, men yomon o'quvchi bo'lganmanmi yoki yana bunga boshqa nima sabab bo'lgan. Ko'p tushunchalarni yoki ko'p deylik o'sha muammolarni fizika orqali hal bo'lishini ana endi tushunib yetyapman. Ko'p joylarda. Bitta narsani aniq aytaman. O'sha fizika qiziqarsiz holatlar endi bo'lmaydi. O'qituvchilikni san'at darajasiga olib chiqqan. Ijtimoiy tarmoqlar orqali fizika sir asrorlari bilan bo'lishib kelayotgan ustoz. Doim shogirdlar ardog'idagi o'qituvchi. Bugun siz bilan Haqberdiyev O'tkir akamiz. Rahmat. Assalomu alaykum ustoz, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yaxshim. O'tkir aka, an'anamizga muvofiq har doim podkastimizni sizdan oldin kelgan mehmonning savoli bilan boshlaymiz. Keladigan mehmonimga shunday savol bermoqchiman. Mana shu mamlakatni taraqqiy qildirish uchun siz qanday takliflar bergan bo'lardingiz? Mana shu savolni kerak, har bir ko'rsatuvning oxirida shu ijod berish kerak. Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Hammasi sog'lommi? Oilaviy tinchlik tilayman. Yurtimizga tinchlik tilayman. Men fizikani masalan ma'lum bir chegaraga yetgandan keyin yana ham chuqurroq masalan o'rganishga yoki masalan fizikani o'quvchilarni juda ham kuchli o'qitishga bel bog'laganimning asosiy sababi kelajakda fizika juda ham kuchli kerak bo'lardi bizlarga. Chunki rivojlanish, fan texnika, yurt tinchligi uchun, masalan men yurt tinchligi uchun degan gapimda aytaylik, butun ommani oldida gapirishim masalan ayrim joylarini to'xtab gapirishim mumkindir, lekin tushungan odam o'zi tushunadi, yurt tinchligi va farovonligi uchun fizika albatta kerak. Masalan, o'qituvchini qanday keragi bor degan savolga men fizikaga yoshlarni qiziqtirsam va ularning fizika kelajagi juda ham kuchli ekanligini ishontirsam, juda kuchli fiziklar chiqadi va vaqti kelib biz bilan ham hisob-kitob qila oladigan darajaga yetkazadi va o'shanda bizlar mehnatimiz ko'rinadi. Hozir ham lekin oldingi ustozlar o'qitgan fiziklar masalan hozir o'zimiz O'zbekistonda hissasini qo'shib kelyapti va kelajakda men ham shogirdlarim orqali va o'zim masalan shu rivojlanishiga hissa qo'shaman. Hozir endi o'qitib hissa qo'shyapman deya olaman. Rahmat O'tkir aka, hozir menda ikkita savol bor. Birinchisi, o'sha sizni faoliyatingizga nazar tashlaganmiz albatta ijtimoiy tarmoqlar orqali. Siz o'zingizni ko'p podkastlarda, intervyularda, suhbatlarda muallim deb tanishtirgansiz. Buni boisi nimada? Bunchalik nima deydi, g'urur bilan deymizmi? Bemalol. Men o'qituvchilikda asosiy maqsadim kelajakda san'at darajasiga chiqarish, bu birinchisi. Ikkinchisi, o'quvchi sizni oldingizga kelganda bir kamtar bu moddiy tomonni ota-onasi qoplaydigan, o'zini qo'lida hali biron bir sarmoyasi bo'lmagan yoshlar keladi. Masalan, o'sha bolalarga men o'zimda kibr qilib ko'rsatib yoki masalan juda ham balandparvoz qilib ko'rsatishim birinchi o'rinda noto'g'ri. Ikkinchi o'rinda muallimman deb faxrlanishim va undan g'ururlanishim, o'sha yoshlarni men juda kuchli qila olsam va muallimligimda men kasb qilib, men o'shandan g'ururlansam, keyin yana ham natija yaxshiroq bo'ladi. Men masalan aytaylik, endi kelgan o'quvchilarga avvalgi natijalarimda yoki masalan zo'r o'quvchilarni aytib maqtanaversam, boshqa qilaversam, o'zi men to'xtaganim hisoblayman-da. Tushunyapsizmi? Bu muallim esingizdan chiqarmang, muallim masalan kasblar ichida o'zini o'quvchisini o'zidan zo'r bo'lishini kutib turadigan yagona kasb egasi deb o'ylayman-da men. Shundan faxrlanaman. Masalan tasavvur qiling, ko'p holatlarda masalan butun mashhur kinolarda deymizmi, masalan qanaqa aytadiki, bitta priyomingni o'rgatma, sendan kuchayib ketadi deb ochiq aytadi. Lekin masalan meni ko'rib turganlar va hokazo insonlar
o'qituvchi o'zidan kuchli bo'lishini xohlaydi masalan. Men muallimman, tasavvur qilib ko'ring, muallimman. Deylik tarix muallim. Tarix muallim kimgadir bor yurist bo'l, prokuror bo'l yoki masalan deb aytadi, o'zidan kuchli bo'lishini xohlayapti. Masalan aytaylik, rus tili muallim. Sen rus tilini juda chuqur o'rgan va masalan mana shu o'qishlarga kirsang diplomat bo'lasan deyapti. U aytmayapti-ki masalan, buni kim o'qimasa muallim bo'lib qo'yma demayapti-ki masalan, to'g'rimi? Yoki masalan ingliz tili o'qituvchi aytadi-da o'quvchiga. Sen deydi ingliz tilini chuqur o'rgan, kelajakda gid bo'lasan masalan, to'g'rimi? Butun boshqa joylarga elchixonalarda ishlaysan. Menimcha boshqa kasb egalaridan kamdan kam chiqadi-da masalan. Endi o'zlari hamma kasbga men hurmatim baland, cheksiz, lekin o'qituvchi masalan o'zidan kuchli bo'lishini xohlaydigan inson yagona inson. Keyin yana bitta tomoni bor. Muallim masalan ota-ona bilan muallimning o'rtasidagi farq, tarbiyasidagi farqni tushuntiraman-da. Masalan, ota-ona yaxshi bu bolam, yaxshi yoq deydi, oxirida sen meni hurmat qil deb aytolmaydi. Mana bola tarbiya qilyapsiz. Kelajakda masalan menga qarashing kerak, men oldimda o'tir yoki masalan unday deb ota-ona qanday aytadilar masalan. Lekin mehr kutib turadi. O'sha narsani asosan muallim o'qituvchiga aytadi. Farq shunda. Tushunarli. Ikkinchi savolim quyidagicha. Mana siz orqali juda ham ko'plab yoshlarimiz fizika faniga, umuman fanga qiziqishni boshlagan. Bu sir emas. Chunki hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda qo'yib borayotgan kontentlaringiz juda ham qiziqarli, bir-biridan xilma-xil va barcha yoshdagi o'quvchi bo'ladimi, hamma yoshdagi insonlarni o'ziga jalb qiladi. Sizda qachon shu ilmingizni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham ommaga ko'rsatib borish fikri paydo bo'ldi va buni hozirgi paytda qanchalik zarurat deb o'ylaysiz? Zarurligi albatta zarur. Chunki ijtimoiy tarmoq axborot asrida yashayapmiz. Masalan, media kuchi juda katta kuchda. Media kuchi juda katta kuch. Lekin qo'yib borishda o'zi aslida menga 2021-yil mana Shohid degan shogirdim bor. O'sha qo'yishingiz kerak ustoz, yaxshi deb juda ko'p ta'kidlagan. Keyin o'shanda men birinchi baribir uncha bo'ysunmadim deganday, masalan, telefonga berilib ketaman, men fandan qolib ketaman deyardim. Keyinchalik bildimki, baribir axborot asri, media olamiga chiqish kerak va hokazo va hokazo. Keyin sizga qo'yib boshladik, qarasam, bilasizmi, o'sha ijtimoiy tarmoqda mehrni sezdimda men. Mehrni. Sababi masalan, 100 ta, 200 ta, 1000 talab kommentariya bo'ladi, shundan negativlari ham bo'ladi. Negativ sizni o'stiradi. Yaxshi gapirgan, shunga ham odam o'rganib qoladi. Shunaqa. Endi bu ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib boradigan videolaringiz bu har bir inson ko'riladi va prosmotri bo'ladi, ko'rish sonlari bo'ladi va unga bosiladigan layklar soni bu sizga qandaydir ma'noda motivatsiya beradi. Motivatsiya beradi, to'g'ri. Sizni qiladigan mehnatlaringizni rag'bati o'zi aslida. Shunday, to'g'ri. Masalan, negativ yozganda ham men shunday qabul qilaman, ular masalan sizga e'tibor beryapti-da. Sizni to'g'rilayapti. Men vesim bir 7 kilolar ozdim. Endi avval juda bir katta bo'lib ketdim. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p odam ozing deb aytadi. Masalan, uni negativ qabul qilmay, to'g'ri qabul qilib, shu natijaga erishyapman. Keyin endi ular ko'p aytayapti, negativ yozganlarda ham hammasi ongsiz odam deb bo'lmaydi masalan. Gрамотный odamlar yo'sa. Masalan, bittasi yozyapti menga, gaplaring ayrimlar bir-biriga ulanmayapti yoki masalan aksentni to'g'ri qo'ya olmayapsan deb yozdi-da. Shundan keyin men bir 10 talar kitob o'qidim, sal yaxshilandi. Rivojlanish bu. Birovning tanqidini ko'tara olmagan odam ijtimoiy tarmoqqa chiqib o'tirish shart emas. Endi hamma odamda kamchilik bo'ladi deb hisoblayman. Masalan, bizda ham bor, masalan, juda katta xatolar ham bor, masalan. Endi avvalambor yuzim yorug' bo'lishini Xudodan so'rab beraman har doim. Lekin ijtimoiy tarmoq shart, sababi sizda ko'rib, mana fizika o'qib ham yaxshi natijalarga erishsa bo'ladi. Bizda bitta narsani odamlar ongidan yo'qotish kerak deb o'ylayman. Masalan, o'qib
kelajakda kim bo'lasan degan savollar ham bo'lib qoladi-da. Hozir ko'rib turibmizki, bir sohani egasi ham ongi, fikrlashi chuqur bo'lmasa, raqobat juda kuchli-da. Sinib qoladi. Boshqani sohasini olasizmi? O'qituvchilik sohasimi? Любой sohada ham raqobat paydo bo'lyapti-da masalan. O'sha raqobatni yengish uchun odamda IQ kuchli bo'lishi kerak. IQni faqat fan oshiradi deb hisoblayman. O'zim shu savol bermoqchi edim usta sizga. Ko'cha-ko'yda eshitamiz, ichimga nima deydi, notanish emas bu gaplar. Aytishadi, maktabga biz o'zimiz o'qituvchi sifatida aytyapman-da, maktabga kel desa, o'qiganda nima bo'ladi? O'zi sizga o'qituvchi sifatida sizga savol beryapman. O'zi o'qish qanchalik muhim? Masalan, inson uchun. Bu savolni men davom etkizib keyin javob bermoqchiman. Masalan, bitta fanni o'qib yoki masalan ikkita fanni o'qib qolgan kerak emas degan gaplarni eshitamiz. Men odatda fizikaga kelsa, o'sha kelgan kunlarini o'qib fizikani o'qitaman, qolgan kunda o'sha matematikani, ingliz tilini o'qitib tavsiya beraman bolalarga. Muhim deb hisoblayman. Fanda kuchli bilgan odam, fanga to'g'ri yondashgan odamdan hurmatsizlik chiqmaydi birinchi o'rinda. Endi pedagogika sohasiga bir 15 yillar bo'ldi kirganimga. Deylik, birinchi o'qituvchini hurmat qilmay boshlagan bolani albatta vaqt o'tib ota-onasini hurmat qilmaslikka kuchi yetadi. Tushunyapsizmi? Masalan, to'g'ri, fan, mayli fan. Birinchi o'rindan deylik 45 minut siz darsingizni o'tirdi deylik, o'zingiz sizdan necha yosh katta deylik, kichkina deylik. Sizlar hali yoshsizlar, masalan, mendan 15 yosh kichkina bola meni hurmatsizlik qila olishga kuchi yetyapti-ku. Uni orqasidan ota-onasi qo'llayapti, masalan, u mualliming kim bo'pti, o'zini yashashini qarayapti deydi. Vaqti kelib o'zidan 25 yosh katta otasini hurmat qila olishga o'sha bolaning kuchi yetadi. Bu albatta men o'zim bu narsani hayotdan guvoh bo'lganman. Gapni ochig'i. Mana shunaqa bir ota-onalar bo'ladi, boshida farzandini yaxshi deb, o'qituvchini yomon deydi, misol uchun. Demoqchiman, o'zi umuman birinchi o'rinda, bu men shaxsiy fikrim, bilimdan ko'ra odob birinchi o'ringa chiqib qolyapti hozir paytda. O'zi aslida shunday bo'lishi kerak. Shunday. To'ppa-to'g'ri. Masalan, hozir endi masalan internet olami, masalan televideniyadan ham o'tib ketyapti-da. O'sha internet olamida birinchi bir chiqib qoladi, mana vayinchilar deymizmi, blogerlar deymiz. O'sha tartib qoidani yaxshi ishlaganlari zo'r ketadi. Bir nimadan tentaklik qilib chiqadi-da, keyin u yerda tartibi yo'q-ku masalan. Odamni asli yo'q ketadi, xalq uni tanlamay qo'yadi. Birinchi media olamida albatta keyin boshqa tomondan masalan tartib qo'yadi birinchi o'rinda. Bari filtrlanib boradi, vaqt o'tgan sari filtrga tushadi. Demak, ta'lim olish, bilim olish, maktab ta'limi bu har bir insonni qanaqa sohada bo'lishidan qat'iy nazar, u vayinchi bo'ladimi, u nonvoy, u taksist bo'ladimi, baribir ham bu muhim bo'lib qoladi. To'g'ri. Masalan, hozir men bilgan milliarder tadbirkorlar, juda kuchli milliarderlar bolalarini maktabida juda qattiq turyapti. Masalan, men oldimga o'quvchilar keladi, juda kuchli boyning bolalari ham tayyorlanadi-da endi. Juda tagida masalan Prada'da masalan 150 minglik, 200 minglik dollar mashinalarda kiygan o'qituvchilari birinchi beradigan savoli, ustoz sizga hurmatsizlik qilgan yo'qmi deydi-da. Shuning uchun masalan endi masalan meni juda qattiq hurmat qilsin demayman. Albatta ota-onasini juda qattiq hurmat qilgan, keyin o'qituvchiga ham ijobiy fikrda bo'ladi. Masalan, muvaffaqiyatga erishish uchun masalan ko'p yo'llarni bosib, biz trajektoriya deymiz, ko'p yo'llarni bosib shu A nuqtaga kelsa, nuqtadan ota-onasini hurmat qilgan odam birdan yetib boradi-da. Bu narsani siz ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p kuzatamiz. Birinchi o'rinda har doim ota-ona duosini olish kerak deb ta'kidlaysiz. Albatta. Albatta bu duo taqdirni o'zgartiradi deyshadi-ku. To'g'ri. Masalan, men guvohi ham bo'lganman. Masalan, shundaylarda men hayotda ko'raman, uyda ota-onasiga sal boshqacha munosabatda bo'ladi-da, xalqqa yaxshi ko'rinish uchun juda ham
yordamga muhtoj bo'lmagan odamlarga yordam qilgisi kelib ketadi-da. Ko'p bunaqalar. Bu juda noto'g'ri-da bu. Albatta biz dunyoga kelishimizga sabab shu insonlarni birinchi o'ringa qo'yib, Shuni duosini olishimiz kerak. Ustoz, mana hamma soha rivojlanmoqda, to'g'rimi? Yangi texnologiyalar, yangi tushunchalar, yangi qarashlar paydo bo'lmoqda va ilm-fan ham shu o'rinda zamonga moslashib o'zgarmoqda deb o'ylayman. Fizika, siz fizika mutaxassis sifatida so'ramoqchiman. Fizika qonunlari ham, umuman fizikaga bo'lgan qarashlar ham hozir o'zgaryaptimi? Misol uchun standart fizika, kvant fizika, yadro fizika degan atamalarda. To'g'ri. Hozir masalan O'zbekistonda qaraydigan bo'lsak, siz aytgandek bo'lyapti. Masalan, ixtisoslashtirilgan maktablar bo'lyapti-ku, o'shalarda oddiy fizikalarni maktabda bilib kelishingiz kerak bo'lyapti-da. Bu yoqda juda chuqurlashyapti haqiqatan. Ayniqsa prezident maktablarida, agentlik maktablari masalasi shunga o'tadi. Masalan, siz mana matematika bola tayyorlashni yoki o'qitishni boshlaganda kara-karam bilish aniq bo'lish kerak-ku, masalan. To'g'rimi? Iyot bo'ladi. Endi qo'shuv ayrular bilmaslik iyotday bo'lsa, elementar fizikalarda o'sha prezident maktabiga borishni bilib borish kerak bo'lyapti-da, u yerda chuqur o'rganish kerak bo'lyapti. Prezidentning gapi bor, bizlarga hech kim biror narsani shunchaki qilib bermaydi-da. Ya juda katta sarmoyani pulni berib yuborishingiz kerak bo'ladi, yoki qandaydir ma'noda o'sha odamlarga bizlar boshqaruvni berishimizga to'g'ri keladi. Qanday, masalan, o'sha davlatimizda qaysidir yo'nalishda ular boshqarib turadi-yu, bizlar unga qulluq qilib yashashimizga to'g'ri kelishi mumkin-da. Bo'lsinga xolos. Shuning uchun prezidentning gapi bor, birov kelib shunchaki bizlarga shu narsani qilib bermaydi. Shuning uchun kadrni o'zimizdan chiqarib olish kerak. Zamon dahshat rivojlanib ketdi. Men bolalarga ko'p aytaman, bitta iPhone narxi masalan 1200, 1700 deyapsiz-ku, to'g'rimi? O'zimizda ishlab chiqarsak shu $400 bo'lishi mumkin-da. Yoki rivojiga nimalarga olib keladi. Masalan, biz $1 million ga olib keladigan masalan raketa deymizmi, samolyot deymizmi, o'zimizda ishlab chiqarsak shu o'zining arzimas pul bo'lishi mumkin-da. Mana shu yerda bir savol tug'iladi. Bu mana shu yerda ishlab chiqarsak yaxshi bo'ladi. Bu narsani juda ko'p kishi ta'kidlaydi va bu haqiqatlar. Lekin o'qituvchi sifatida, sizning qo'lingizda fizika o'qituvchi sifatida shogirdlarni juda ko'p shogirdlar tayyorlab chiqargansiz. Ana shu hozirgi paytdagi farzandlar mana shunaqa ilmiy kashfiyotlar qilishga qanchalik salohiyati yetadi? Yetadimi o'z aslida? Qodirmi demoqchisiz, to'g'rimi? Qodirmi shu narsalarni qilishga ular? Bizlar masalan o'qituvchi, mana men hozir gaplarimni kulgili tuyulishi mumkin. Men uyalmasligim kerakda aytaverishim kerak. Meni shogirdlarim ichidan chiqadi deyverishim kerak. 1902-yil Amerikan gazetida bitta surat chiqadi, ertak gazetida. Qarachi ikkita bir ana qahramon nimada qo'yib, bir narsani qo'yib, g'ish bilan kitob bilanmi, naryoqda turib, bittasi boshqa shaharda, bittasi boshqa shaharda bir-birini fikr almashayotgan bo'ladi. Keyin juda kulgiga sabab bo'ladi. Keyin o'sha narsalar ko'proq chiqaraveradi. Lekin hozir telefon ikki shaharda turib gaplashyapmiz. Reallikka aylandi. Kimlardir kulgan narsalar. Shunda. Shuning uchun men demoqchimanki, albatta men shogirdlarim qodir. Katta zavodlar ochadi hali masalan. Men bitta narsani aytmoqchimanki, bizlarga shunchaki kimdir kelib bir narsani qilib bermaydi. O'sha zavod fabrikalarni boshqara oladigan kuchli kadrlar kerak. Bilasiz, masalan, mana qarangda, yana fanning rivojlanishi nimalarga ta'sir qiladi. Masalan, deylik, hozir ko'p kasalliklar tarqaladi, ko'p kasalliklar onkologik deymiz, g'ogaza deymiz. Internetda hamma ko'radi, pul yig'amiz deydi, buni Hindistonga jo'natamiz, Turkiyaga jo'natamiz deydi. $80,000 kerak, $90,000, $100,000 kerak deb aytadi-da. To'g'ri, xalqimiz yig'ib beryapti. Lekin aslida o'shalarni davolay oladigan o'zimizda kadrlar yetishib chiqsa, o'zimizda $10,000 bilan davolanish mumkin-da. Bizda prosta katta pulimiz o'shanga ketyapti, birinchisi. Bunga qanday erishish mumkin desa, kuchli fanlar birlashadigan vaqt kelyapti-da. Masalan, aytaylik, eng kuchli doktorxona nima deb o'ylaysiz? Doktori kuchlimi, texnikasi kuchlimi? Albatta, u texnikadan foydalana oladigan mutaxassis. Texnika kuchli-da. Masalan, men Urgutda juda kuchli tadbirkorlar bilan gaplashganimda
Men Xitoydan juda ko'p priborlar olib kelganman, ko'p sexlar. Uni ishlata oladigan odam yo'q. Mutaxassis yo'q. Masalan, kadr yetishmaydi, kadr uni tugatgan bilan kadr degan gap emas u. Asosda ikkita masalan fizik bilan masalan med sohasidagi odam yoki fizik bilan iqtisodchilar birlashayotgan payt keldi. Masalan, chet ellarda, Amerikalarda iqtisodni bitirayotganda ular yana bitta qo'shimcha fan tanlash kerak. Ya meditsinani yoki astronomiyani yoki fizikani. Chunki u nimani hisoblab beradi? To'g'rimi? Masalan, iqtisodchi masalan kuchli masalan farmatsevtikani o'rganadi yoki fizikani yo astronomiyani o'rganadi. O'sha keladigan xarajat bilan foydani chiqarib berish uchun o'sha iqtisodchi masalan o'shani bilish kerak-da. Demak, turli soha vakillari o'sha hozirgi Birlashadigan payt keldi. zamonaviy til bilan aytganda kollaboratsiya qilib Shunday. faoliyat Qarang, men yuritsalar- sizga bitta narsani isbotini aytaman. Shu gapimni masalan ko'rib turadigan bo'lsa, anavda qaysi sohaga qo'ysa shu gapimni qo'yishingiz tarafdoriman. Vaqtida e'tibor beriladigan narsa bor biznesga aylanadi. Mana masalan 5 yil avval prezident maktablari ochilmasdan oldin, kuchli maktablarga e'tibor qaratilmasdan oldin ta'lim faqat xarajat talab qilardi davlat tomonidan, to'g'ri? Masalan, ta'lim desa faqat xarajat talab qilinadi. Lekin bugungi kunga kelib kuchli maktablar kerakligini his qilgandan keyin, kuchli maktablarga talab ortgandan keyin xususiy maktablar endi davlatga foyda keltira boshlaydi. Ikkita uchta masalan soha vakillari birlashib hozirdan masalan birlashadigan bo'lsa, borib o'sha foyda keltira boshlaydi. Tushunyapsiz? Masalan, med bilan fizik birlashadigan bo'lsa, borib masalan bu foyda keltiradi. Masalan, oddiy misol, to'g'ri, uni qanday qilishing mumkin? Men kalimni o'yladigan narsa. Doktor bilan texnik birlashsa, masalan, vodiylarda kuchayyapti. Oddiy girjani davolaydigan masalan apparatlar bor, u ham chetdan kelibdi. Odamni shunday baylaydi-da, shunday mana bura mexanik bilan birlashib, bunday bursa teskari olib qoladi, cho'ziladi shu. Bu eng oddiy. Shuning uchun masalan ikkita fanni birlashsa bu albatta qachondir bu foydaga chiqadi. Demak, bu gaplardan shu narsani biz bilishimiz mumkinki, bu albatta mana shu O'zbekistonda yashab turgan har bir inson uchun juda katta foydali tomonlari bor bu narsalar. Fanlar, ya'ni ilmiy jihatdan ilm insonlarini, olimlarni bir-biri bilan birlashishi. Albatta bu narsa bunaqa birlashishga albatta bizga nima kerak? Qo'llab-quvvatlash kerak. Bu xalq tomonidan. Ustoz, o'tgan safargi suhbatlarda ham aytib o'tdim-da men. U qo'llab-quvvatlash qanday bo'ladi? Mana biz mana shunaqa suhbatlar qiladigan bo'lsak, mediaga qo'yamiz, mana shu media tomonidan bizni qo'llab-quvvatlash kerak o'zi aslida ular. Biz ularda misol uchun ko'plar o'ylashadi, qandaydir moddiy manfaat kutyapti deyish mumkin. Biz aslida hech qanaqa moddiy manfaat kutganimiz yo'q. Biz faqat asosiy fikr g'oyamiz bizda mana shunaqa ta'lim sohasidagi olim insonlarni va mana shunaqa xalqqa foydasi tegadigan insonlarni xalq tomonidan qo'llab-quvvatlayotganini ko'rsatib berish. To'g'ri. Masalan, so'raydigan narsamiz ham xuddi shu. Qo'llab-quvvatlangizlar bizni. To'g'ri. O'zingizni kommentariyalaringiz bilan, albatta layklaringiz bilan, Media sohasida bitta bosilgan layk ham masalan juda muhim hisoblanib qoldi birinchidan. Ikkinchidan kelishda men o'ylab keldim-da hozir. O'ylab keldim. Masalan, sport sohasiga e'tibor juda kuchli bo'lyapti. Mana boks O'zbekiston dunyo bo'yicha birga chiqardi-ku. Masalan, juda kuchli homiylar. Ular eng qizig'i bokschilar, masalan, sportchilar uyalmayapti-da hozir. Chiqib bittasi chiqadi, "Davo yoshlar qo'llanglar" deyapti. Ikkinchisi chiqadi, "Davo yoshlar qo'llanglar" deyapti. Uyalmayapti. Men ham shunday uyalish niyatim yo'q. Doy, iqtisodi baland bo'lgan boy odamlar bo'ladi, masalan, biznesmen deymiz, va hokazo. Bitta kuchli bolani ishlab olib, o'shani qo'llash kerak, olim qilib chiqarish kerak. Albatta natijasini beradi. Bizlar masalan siz to'g'ri aytyapsiz hozir. Masalan, oddiy xalq birlashib, masalan, prosmotorlar yondirib tashlash bu birinchisi. Ikkinchisi, masalan, boy insonlar bor. Masalan, shunday odamlar bor, men O'zbekistonda bilaman. Yotib yesa ham masalan yoki masalan, umuman ishlamay ishlatsa ham boyligi yetadi. Lekin masalan tarixda nomi qolish uchun yoki masalan bir nimadir ixtiro qilish uchun
albatta kuchli bolani topib o'shanga sponsorlik qilib boradigan bo'lsa, albatta rivojlanishga dahshat hissa qo'shadi. Albatta hammamiz musulmonmiz. Bular tagida eng katta nima yotadi? Savob. To'g'ri. Masalan, yoshlarni qo'llash kerak. Masalan, aytaylik, kuchli fizik, kuchli medikda, kuchli biolog, farmatsevtda 5 tasini olib bitta joyga o'tkazadigan bo'lsa, kollaboratsiyasi, ya'ni birlashuv juda katta narsalarga olib keladi. Bu masalan bizlar hozir aytsak, masalan qarang, radio aloqa ertakday tuyulardi, to'g'rimi? To'la energiya ertakday tuyulardi. Bulardan hozirgi kunda dunyo foydalanyapti masalan. Men boyana iPhone narxi haqida gapirdim. $1700 olyapmiz-ku, to'g'rimi? Bizlar prosta bitta katta, masalan, dehqonchilikda yig'indisiga teng bo'lyapti-ku, to'g'rimi? Shunaqa kadrlar chiqarishimiz kerak. Dunyoga kerak bo'ladigan bitta oddiy narsamiz ham ularning butun qishloq xo'jaligidan foyda keltiradigan narsasiga teng bo'lishi kerak-da. Shunday. Siz ustoz, mana aytib o'tmoqchiman savol berishdan oldin. To'g'risini aytaman, mana maktabda fizika biz uchun, shaxsan o'zim uchun sal zerikarli fan tuyulganda, endi bilmayman, men yomon o'quvchi bo'lganmanmi yoki yana bunga boshqa nima sabab bo'lgan. Ko'p tushunchalarni yoki ko'p deylik o'sha muammolarni fizika orqali hal bo'lishini ana endi tushunib yetyapman. Ko'p joylarda. O'zi haqiqatdan ham shundaymi? Barcha atrofimizda ro'y berayotgan voqea hodisalarni fizika tushuntirib bera oladimi? Endi barchasini deb bo'lmaydi, lekin fizikani rivojlanishi ko'p narsalarni hal qiladi. Birinchidan, elektr energiyangiz hozir juda ko'p elektr energiyamiz anovdan keladi-da, yoqilg'i yonishdan. Misol uchun og'ir moddalar chiqadi, gazlar chiqadi, keyin ifloslanib, masalan, mana Toshkentda qancha mana bo'layapti, masalan, havo muammosi bo'layapti, boshqa muammosi bo'layapti. Birinchidan, to'la energiyaga o'tib ketadigan bo'lsa, bu juda katta muammo hal bo'ladi, ya'ni to'la energiyaga. Ikkinchidan, quyosh energiyasini boshqara olsak, masalan, sen aytish mumkin, to'g'ri, sen hozir boshqara olasanmi o'zingni? To'g'ri, meni hozir qo'limdan kelmaydi. Lekin men hozir o'zimdan qo'limdan keladigan kadrni yaratib bersam, oliga o'tgandan keyin o'qib tashlaydi-da, bo'ldi, tamom. Lekin hozir meni pokoleniyamda 0 bo'lib chiqsa, yaqa hech narsa qila olmaydi-da. Fizika juda ko'p narsa hal qiladi. Masalan, hozir mana metan gazlarda ochiladi, to'g'rimi? Hamma narsa quyosh energiyasidan foydalanib qo'ysa, bu ochiladi nima kerak? Shuni masalan energiya, elektrokarlar chiqdi-ku. Bo'ldi, muammo yo'q. Uni masalan haqiqatan ham o gazni faqat yerdan qozib boshqa olish usullari juda ko'p. Fizikani rivoji albatta juda katta. Bilasizmi, men shularga yana qaytarib aytaman, katta biznesmenlar, qo'lda imkoniyati borlar aralashish kerak deb hisoblayman. Juda talantlar juda ko'p. Albatta bu fizikada uskunalarsiz-da, o'zini fizika texnikalarsiz uni rivojlantirish imkonsiz. Keyin men bitta narsani aniq aytaman, o'sha fizika qiziqarsiz holatlar endi bo'lmaydi. Sababi milliy sertifikat degan tushunchalar keldi, toifa o'qituvchilar oyligi ham asta oshyapti, raqobat paydo bo'lyapti. Har xil laboratoriya usullar, virtual usullar va hokazo berilib o'tadi, bu birinchisi. Ikkinchisi, muallimning obro'yi ham oshyapti-da. Masalan, o'qituvchining obro'yi asosda oshyapti. Endi asosda unaqa bo'lmaydi. Katta ehtimol bilan bo'lmaydi. Qo'rqmay, masalan, fizika muallim mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, kun o'tadi. Undan qo'rqmaslik kerak, chunki O'zbekistonda masalan, bitta men o'zimni oladigan bo'lsam, masalan, o'zimizda shu yerdagi fizikadan masalan, ta'limdan ozroq, masalan, men faqat bu yerda emas, men esinggi davlatlarga chiqmoqchiman-da. Men masalan, mana shu yerda ko'p shug'ullanib, endi mana shu narsani qo'llab, masalan, hozir ingliz tili fizika o'qiyapman. Qozog'iston, Qirg'iziston, masalan, tilimni tushunadigan hamma davlat, masalan, davlatlarga biz onlayn darslar tashkil qilib, shunaqa niyatim bor. Sababi masalan 1000 ta masalan men chet eldan bola o'qitsam $50 dan masalan qanchadir sarmoya kiradi-ku masalan, to'g'rimi?
unaqangi fikrlaydigan o'quvchilar ko'paygandan keyin masalan chetdan sarmoyani ichkariga kiritishimiz kerakda. Shunaqalar ko'payishi kerak. Shunaqa hozir yoshlar juda kuchli kelyapti. Masalan, agar yosh sal kattaroqlar o'zini ustida ishlamasa, yoshlar surib tashlaydi. Rostmi? 5-sinf bolalar masalan bek olyapti. 7-sinf bolalar sevon olyapti masalan. Menda fizikada 8-sinf bola oldi masalan. Shuning uchun shijoat juda katta. Faqat o'sha bolalarni bunday chiqara oladigan masalan ular kalla siju fan bilan shug'ullanish uchun sponsorlar kerak bo'ladi masalan. Oilasini boqishga, o'zini sharoitini qilishga. Shuning uchun juda katta biznesmenlarni shunga aralashishini yoki homiylik qilishini men so'rab qolgan bo'lardim to'g'risi. Shu yerda ozgina lirik chekinib chiqsak maylimi ustoz? Bemalol. Chunki o'zim oddiy iste'molchi sifatida o'sha mashhur film bor, Interstellar. Shu filmni ko'rganimdan keyin juda ham katta haligacha taassurotda yuraman. Chunki film 2014-yilda premyera qilingan bo'lsa, oradan necha yil o'tgan bo'lsa ham, undagi olgan taassurotlarim hali ham juda ham ko'p savollar bor. O'qiganman ham. Endi u yerda juda ham ko'p savollar ko'tarilganda va asosan u yerda kvant fizikasiga e'tibor berilgan, o'sha vaqt, borliq tushunchalari nisbiy tushunchalar ekanligi va shunday mavzular ko'tarilgan. Bu emas meni o'ylantirgan narsa, bu o'ylantirgan narsa aynan o'sha Gollivud qo'rqmasdan shunaqa mavzularga qo'l urishi. Umuman olganda o'sha qora tuynuklar deymiz-ku, chornay dara. Shu tushunchalar bor va o'sha vaqtni nisbiyligini hisobga olgan holda uni boshqarish yoki vaqtdan ilgarilab ketish degan tushunchalar qanchalik o'zi bu nazariy jihatdan to'g'ri? O'zi Einstein nazariyasini dunyo bo'yicha juda kam odam tushunadi-da. Einstein haqiqatan ham o'sha vaqt sekinlashlari haqida gapirgan, lekin ona gaplari bilan shu ana tuyilganda, nima deydi, ertakdek tuyilgan. Vaqt sekinlashadi, egizaklar paradoksi bor, keyin to'la energiya bor. Keyin o'shandan keyin birinchi masalan to'la energiya degani 1 kilo suv bilan 1 kilo o'ran, 1 kilo masalan yoqil, masalan benzin yoqsa, hammasi to'la energiyaga aylanib ketishi bir xil energiya chiqaradi deb qaraladi. Einstein massani bu energiya massa deb qaraydi-da. O'sha tushunchalar birinchi ertakdek tuyulgan, lekin hammasidan bosqichma-bosqich foydalanib kelinyapti. Masalan, to'la energiya o'randan olyapti hozir masalan. Rossiyaliklar aslida dunyoda Rossiya ko'p foydalanadi. Aslida vaqt sekinlashishiga menimcha katta tajribalar orqali erishiladi. Demak, buni inkor etib bo'lmaydi. Yo'q, qanday imkon etib bo'lmaydi? Masalan, telefonda tasavvur qiling, Amerikada odamlar bemalol telefonda gaplashyapti, shuni inkor qila olasizmi? Bir vaqtlar u ertak edi. Shuning uchun unga aslida bilasizmi, Amerikalarda o'sha Gollivud filmlar va hokazolarda endi meni bir ikkita shogirdlarim yoki ustozlar ishlab kelganda, u yerda filmlarning 50% dan ziyodi yoshlarni kelajakka mana shunday yangiliklar bo'ladi, o'shanga tayyordir yoki shu yo'nalishdan ket degan ma'noda yo'naltirish uchun ham kinolar ishlab chiqariladi, tushunyapsizmi? Darhaqiqat o'sha 2000-yillarda o'sha robotlar haqidagi faraziy, masalan, faraz qiling o'ylangan kinolar yoki filmlar bugungi kunda realizatsiya qilinmoqda. Mana shu sun'iy intellekt yoki o'sha robotlarni, yordamchi robotlarni paydo bo'lishi. Masalan, bitta narsani ko'p odam tushunib yetish kerak. Menga davlat qilib beradi yoki faqat masalan davlat odamlari masalan deylik uni ishlasa shu bir narsa qilib berish kerak degan tushunchadan voz kechishimiz kerakda bizlar. Ular masalan nimadir yangilikni kutadi. O'sha yangilik kutadi, o'sha yangilikni kino orqali ommaga namoyon qiladi, keyin ommadagi talantlar o'sha narsani reallikka aylantirib yuboryapti-da. Demak, tushuntiryapman. Demak, qachondir vaqt kelib, nazariya bor dedingiz-ku. Qachondir vaqt kelib inson o'tmishga yoki kelajakka o'tishi mumkin. Shunaqa endi masalan Einstein nazariyasi bo'yicha o'tmishga o'tish degan narsa bor. Yorug' tezlik yaqinlashsa shu narsani qiladi deb aytadi. Lekin hozir bizlarga ertak bo'lib tuyulishi mumkin, kelajakda masalan bu narsalar bo'lish ehtimoliyati bor. Keyin Einstein bunday deydi, masalan kimdir demak olamdan o'tdi-ya.
o'sha odamning fotoni ketdi fazoga, to'g'rimi? Endi tasavvur qiling, bitta odam ketdi. Oddiy real sharoit, bitta odam ketdi. O nazariyasini ozgina tushuntiraman, ketdi. Siz uni yuzini takror ko'rish uchun mashinada tez yurishingiz kerakda, qarasangiz ko'rasiz, to'g'rimi? To'g'ri. Bitta mashina o'tib ketdi, kimligini bilish uchun. To'g'rimi? Siz mashina tez haydaysizda, o'tib ketsa kimligini bilasiz, to'g'rimi? Demak, o'sha odamdan tarqalgan fotonni yana bir ko'rishingiz uchun undan tezroq bir harakat qilib ko'rasa qaytib kelaverasiz-da. Asosiy g'oyasi shu, tushunyapsizmi? O'sha o'tmish degani shu. Oddiy misolda tushuntirib berdi ekan, juda ham tushunarli qilib masalan. Fazo cheksiz-ku masalan, to'g'rimi? Deylik, meni bobom o'tgan masalan 20 yil. Men juda katta tezlikka erishsam, o'shandan men gapim xuddi ahmoqona tuyuladi-da. Masalan, hozirgi robot, to'la energiya bular bir vaqtlar ahmoqona tuyulgan. O'sha tez o'tib ketib, bir ko'rib qaytib kelaverasiz-da. Buning uchun bizga nima tezlik Tushuncha, yorug' tezlik, yaqin tezliklarda masalan siklotronlar hozir chiqarilgan, juda katta hadron kollayderlari yaratilgan. Bular ustida ish olib borilyapti. ish olib borilyapti. Qachondir qaysi davlat yaratadi-ku, o'sha davlat bizlardan eng oldin o'tib ketadi-da. Tushunyapsizmi? Shuning uchun meni faqat iltimosim aziz yoshlar juda fanni chuqur o'rganish va katta biznesmenlar, masalan, milliarderlar o'zimiz O'zbekistonning kelajagi uchun o'shalarning rivojlanishiga katta hissa qo'shish kerak-da. Demak, ustoz, men hozir deyarli balki mana shu badiiy o'xshatishni ishlatishim to'g'ri bo'lar. Komada yotgan, o'limi juda yaqin bo'lgan soha, ya'ni kino sohasini aytmoqchiman-da, juda katta rol o'ynar ekanda, demak, nimanidir tajribasini ko'rsatish. To'g'ri, ha, masalan, kino sohasini odamlar uyg'otish uchun kerak bo'lish kerak-da. O'zi asli bizlarda kinolar faqat oilada bir qarasangiz, hozir vayanlar ham bilasizmi? Mana men shu gapni aytaman. Bitta vayan ko'rsangiz, ota qoralanib, o'g'il oqlanadi, ikkinchi vayan ko'rsangiz, o'g'il qoralanib, ota oqlanadi, bir qarasangiz kelin ayblanib, qayin oqlanadi, bir qarasangiz qayin oqlanib, kelin qora. Nomutanosib. Ha, shuni ko'rasiz-ku, nima qilish bilmay qolasiz. Hozirgi o'qituvchining kerak joyi shu yerda filtr o'rgatish kerak-da. Filtr qo'yish. Filtr. Masalan, hamma ham notinch emas-ku. Kinoda hamma masalan kelin yomon emas-ku. Shunday. Yo, hamma qayinda yomon emas-ku. Yoki masalan hamma qaynota yomon emas-ku. Yoki hamma qaynota yaxshi emas-ku. Shunday. Ustoz, aynan meni fikrimda o'qidi desam bo'ladi, chunki o'sha Gollivud filmlarida, mana rivojlangan davlatlarda aytyapsiz-ku, Gollivud filmlarida aynan o'sha to'g'ri, ularning jamiyatida ham o'ziga yarasha kamchiliklari bor. Ularni ilm fanida ham kerak bo'lsa, hali kamchiliklar bo'lishi mumkin. Yoki ma'naviy, ijtimoiy sohasida ham juda ko'p kamchiliklar bo'lishi mumkin. Lekin ular o'sha targ'ib qilayotgan filmlar, ular taklif qilayotgan o'sha mahsulot aynan saviyasi jihatidan. Afsuski bugun qarang, bizda men shu kino sohasida men kino olmoqchiman. Mana bu yangilik, bu kelajakda masalan qanday kino olmoqchiman? Fanga asoslanib kichik mana Instagramda ko'zini tushganmi yo'qmi, Xitoy kinolari bor. O'shanda sizga 10 minut 10 ta seriyasini qo'yib beradi, har bitta seriyasi 1,5 minutdan. Qolgan 50 ta seriyasiga siz pul to'lab qo'yasiz-da. ha, Shunaqa. Men shunaqa kino olmoqchiman-da. O'sha g'oya sotmoqchiman-da endi kelajakda. Uncha yaqin 1-2 yilda shu ishni qilmoqchiman. xolos. O'sha kino rejissyorlar nima uchun muvaffaqiyatga erishmaydi degan savolga deylik, bitta joyda otishma joyi bor-da, yoki mashinaning avariya bo'lishi yoki mashinaning uchish joyi bor. Mashina shunday uchadi-da, tushishda masalan burchagi alfa burchagi vosita uchadi, tushishda o'sha 30 gradusda uchib 30 gradusda tushmaydi-da. Siz fizikani bilmaganingiz bilan sizda miyangiz reallikka asoslangan. Men sizga oddiy savol beraman, fizikani bilasiz, faqat idrok qilmaysiz. Mana qarang. Men yerdan 20 metr bilan otilsa tezlik bilan, menga necha bilan tushadi? Ana fizikani esingizdan chiqaring, hayot deyman. 20 bilan otilsa necha bilan tushadi?
20 bilan Kamayadi tushaman. tezligi. Yo, yuqori kamayadi, men endi 20 bilan tushaman. Men to'g'rimi? Tortish ham bor-da. Masalan 20 kamayib bor, men 20 bilan tushaman. Ha bizda mashinalarimiz kinodagi masalan mana bu yerdan uchib ketadi, baribir kadr oladi-ku. 30 bilan uchatda, managa tushishda masalan 10 bilan tushib qo'yadi. Sizni kallangiz ishonmaydi bunga. Keyin bu kino sizga qiziq bo'lmay qoladi. O'zasi bunday bo'lmasa kerak-ku degan savol bor. Ha, ana shuni. Shuning uchun demoqchimanki, masalan, eminni fizikaviy jarayonlar joyida hech bo'lmasa bir kuchliroq ma'lum bilan ishlasin. Ha, Olim shart emas. Yo'q, shart emas. haqiqatdan mana yuqoridagi fikrimni davom ettirmoqchiman-da, qarang. O'sha mashhur Interstellar filmini suratga olish uchun, demak bu 8 yil davomida suratga olingan, 8 yilga yaqin hozir adashmasam, Nobel mukofotiga demak laureat bo'lgan olim, hozir ismdan chiqib turibdi. Nobel mukofotiga laureat insonni taklif qilishgan ssenariyni yozish uchun. Ha-da. Va eng ilmiy nazariyaga asoslangan film bo'lgani uchun ham juda ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'lganda. Demak, ular har bir film ishlagan nafaqat o'sha reallikdan uzoqlashmagan holatda har bir soha bilan kollaboratsiya qilib fizika haqida olmoqchimi? Eng zo'r fizik mutaxassis chaqiradi. Yoki tarix haqidami? Eng zo'r tarixchilarga yig'ib maslahatlashib. Yoki kimyo, yoki o'sha she'riyatmi? Eng zo'r shoirlarni. Menimcha o'zbek kinosidagi agar u hozir bor bo'lsa, eng o'sha katta kamchiliklarni ham shu. Masalan, aytaylik, ayrim joylarda doktorlar haqida gapiradi, doktorning rolini aktyorlar o'ynaydi. Bunga qarshiligim yo'q. Militsiyalik rolni ham militsiyalar o'ynaydi, lekin mana bitta o'zimizda bitta kino ishlaganda endi men qaysi kinoda ko'rdim. Tarixiy kino ishlayapti-da. 1 minut deyapti-da. 1 minut yaqindan ketadi. U o'sha tarixda o'lchab ketayliklar yo'q. Tushunyapsizmi? Keyin bitta kinoda ko'rganman, tarixiy kino deyapti-da, ot yetib boryapti, asfalt ustiga o'tib ketdi-da masalan. Va asfalt nima qiladi? Keyin masalan meditsina joyida doktor bilan maslahat qilish kerak, masalan aytaylik. O'simliklar bilan ishlashda biolog bilan masalan, to'g'rimi? Mana qarang, mana jumong deymiz, ha? Necha marta qaytarib ko'rsa, shuncha ko'ra olasiz. Ha, albatta. To'g'ri? Ana qarang. Mana qo'lim boryapti, masalan, qilish boryapti, mana to'qnashyapti, to'g'rimi? Mana bu yerda fizik birinchi impuls saqlaydi-da. Sizni miyangiz biladi uni. Idrok qilmaganingizmi, miyangiz bilan ishonish uchun. Mana masalan ketdi-ya, o'rda zarba berdi, to'g'rimi? Sizning miyangiz masalan, qarang, mana ayting mana. Mana bordi, to'g'rimi? Mana bu katta tezlikda uchami, kichkina tezlikda mana. Bordi, kichkinaroq, to'g'rimi? Endi nima? Kattaroq, to'g'rimi? To'g'rimi? Keyin borgandan keyin mana qo'limga qarang mana. Mana bu yerdan uradi, to'g'ri ketadi, to'g'rimi? Bu yerdan ursamchi, ko'tarilib ketadi, to'g'rimi? Mana hatto mush qo'yitganda, mana Xitoy kinolarida mush qo'yitganda qanday burchakka qarab, o'sha burchakka qarab odam o'chadi-da. Jekson fizikani juda kuchli biladi. O'zimda internetda aytgan. Tushunyapsizmi? Masalan, tepganda zarbasiga qarab o'chishini ular ta'minlab beradi. Ana u kino sizga qiziqdi. Urgan paytda masalan, mana bunday urgan paytda to'g'ri ketish kerak. Bizda kinolarda masalan urgan paytda mana bunday uradi, u paytda odam to'g'ri ketmaydi, o'zi asli uchish kerak o'zi. To'g'rimi? O'sha nuqtalarini masalan fizik bilan maslahat qilish kerak-da. Hech bo'lmasa oddiy masalan qayerda kino olayotgan bo'lsa, maktabga borib shida fizik bilan maslahat qilsin. Albatta. To'g'ri. Shuning uchun men aytayapmanki, fanlarni kollaboratsiya davom. Siz aytasiz, sohalar birlashtirish kerak, tamommi? Shuning uchun o'zi optimist insonman. Lekin hammaga emas, lekin aytishim mumkinki, barcha sohalar rivojlanayotgan bir paytda eng ortda qolayotgan regress, ya'ni rivojlanmayotgan sohamiz kino sohasi ekanligi uchun va buni sohani kuchini amalda ko'rib turganligim uchun aytayapman. Shuning uchun oldindan o'sha kino sohasiga oid mutaxassislar yoki qandaydir insonlar bo'ladigan bo'lsa, bu shunchaki tanqidiy
qarashlar, tanqidiy fikrlar hech qanaqa bu negativ emas. Qarang. Men o'sha masalan bitta joyda masalan bir narsani bosdi, mana jangari kinolar deymiz-ku, to'g'rimi? Masalan, ana bo'ldi, odam uchib ketdi. Ana shularni men to'liq qilishni bilaman. Masalan, bitta sharni misal mashina kamera bo'ladi, shuni ishirib qo'yib, ustiga hashak-hushak yopib qo'yib, o'sha masalan shuni lezo bilan oddiy sharoitda kesib olsa, havo birdan portlab ketadi, o'sha yerda shoxshab o'chak-ku. O'sha joyda bitta kadrni olib, keyin o'sha zarbasiga qarab burchagini aniqlab tushib bunday stoldan turadi-da, bunday sakragan videosini ikon olib qo'ysa katta kino bo'lib ketadi. Men uni 1-2 yilda qilmoqchiman masalan. Tushunyapsizmi? Ha. Keyin bitta Xitoy kinosida ko'rganman, masalan, ana o'qladi borishini, shuncha ana o'qigan. Men o'zimizda ham sniper ana kinolar ko'rganman. Bizda to'g'ri ketadi-da. Au kinolarda masalan pasaylaydi. Chunki yerning parcha kuchi bor-ku. Tushunyapsizmi? Sizda miyangiz reallikni yaxshi ko'radi. Bizda hozir nima bo'layapti masalan? Asosda masalan vayinchilar ko'rsa ham, masalan analar ko'rsa ham shuni aytmoqchimanki, просто mavzular eskirdi-da. Oila, masalan qayna kelin, masalan unaqa nima deydi, cho'p kelib, unaqa eskirdi. Endi agar kuchaymoqchi bo'ladigan bo'lsa, qonuniyatlarga asoslangan kichkina 3 ta seriya chiqarib qo'ysin, kuchayib ketamiz. Demak, qani ustoz, sizga rahmat, chunki hozir o'zim uchun, shaxsan o'zim uchun bitta fikr oldim. Miyamiz haqiqatan reallikni yaxshi ko'radi. Ha-da, real. Qachonki voqea hodisalar reallikka mos bo'lsa, qabul qilish ham demak ijobiy bo'ladi. Men Bobur Mashinovni juda qattiq hurmat qilaman. U masalan bloger sifatida juda qattiq hurmat, u kuchayib ketganini ham uni ustiga aytib, hamma narsani reallikka olib boradi. Ana. Masalan, anoda bitta vayinida qarachi shirinlikni reklama qiladi. Anosi sohiba degan uradi-ku, masalan. O'sha yerda yaxshilab e'tibor bersalaringiz, to'g'ri urgan payt gorizontal uchib ketadi. Sal qiyshiqroq tepa kalishma uradi-ku. Mana kalishini otganda mana bunday to'g'ri otyapti, to'g'ri borib tegyapti. Shunday qiyshaytirib otganda barib qiyshayib borib tushyapti-da. U shu narsaga e'tibor beryapti. E'tibor bergan. U juda kuchli, bu fani juda kuchli. Keyin masalan aytaylik, yana yaqinda bitta urushyapti. Oyog'ini pastga qarab tepganda u masalan mana bunday burchagini to'g'rilab o'tiryapti, ikkinchisi ham. Mana ana bilan Janob Rasulman ana o'qiganda va o'qiganda. Keyin mana bundaysiga qanday gorizontal tepganda o'sha odam gorizontal uchib ketyapti-da. U yerda bo'lmaganda u sakrab ana o'qib, o'sha kadrda olyapti-da, keyin uchgan joyini olib ikini olyapti-da o'zi aslida. Tushunyapsizmi? Bunday gorizontal tepgan paytda o'tirib qolgan yo'q-da. Shedagi mana qarang, mana shuni, mana bunday tepgan paytda u o'tirib qolgan yo'q-da. Mana bunday tepyapti. U baynagi odam o'tirib qolyapti. Tushunyapsizmi? Fizikasini cho'tka qiladi-ku, keyin ko'tarilib ketaveradi-da. Fanni aralashtiryapti-da. Demak, bizning miyamiz reallikni reallikda yaxshi ko'radi. Ajoyib. Albatta, hattoki mana shu kino sohasida ham, vayn sohalarida ham u bilim, fizik bilimlar. Bilim. Masalan, men hozir gaplarim masalan ertakday tuyulishi mumkin, lekin fanni aralashtirmasa, ming hozir trenddagi bloger ham asosda tushib ketadi. Masalan, o'ylab ko'ring, qanaqangi blogerlar bor, qanaqangi san'atkorlar bor. Hozir osh esimizdan chiqib ketdi. Biz yoshligimizda qanaqangi san'atkorlar bor. O'shalar hammasi masalan o'sha san'at sohasida bilimi yo'qligi uchunmi yoki kitob uzluksiz o'qimaganligi uchun fanni masalan yetarlicha qo'llanmagani uchun hammasi qolib ketyapti masalan, to'g'rimi? Shunda hammani diqqatini tortish uchun masalan bir mana mashinalarni bir joyga avariya qilyapti, boshqa qilyapti. Odamlar zerikdi-da endi bu narsa. Aniq fakt kerak bizga masalan. To'g'rimi? Bu aytganingiz u real voqealar. Real voqealar. Masalan, mana men sizga aytaman mana. Tog'larda bitta bolani olib masalan aytaylik. Tog'larda nimalardir triklar qilib chiqargan vayinlar yo'q-ku. To'g'rimi? Masalan, bir narsani yaratmasini ham mayli, lekin yaratilgan narsani nimadir qilib beradigan vayinlar yo'q-ku, to'g'rimi? Bizda hozir nima? Faqat oilaga taqaladi. Ya 18+ ga taqaladi
Ya faqat oilaga bir qanday masalan kino sohasida ham to'g'rimi? Masalan, hech bo'lmasa bitta bakalashkani o'chirib, masalan, menga kelsa men nazariyasini qilib beraman, shuni qilsin desin, to'g'rimi? Men masalan fizika bo'lsa nazariyasini qilib beradi. To'g'rimi? Shuni aralashtirib nimadir qilsin. Bu shunday masalan. Keyin Hojibay Tojibayev deymizki, o'sha ham fizikani juda kuchli bilganda. Bilasizmi, bitta jism keladigan bo'lsa, ovoz balandlashib chiqadi. Mana mashina kelyapti sizga. Ovoz balandlashganidan, chunki tovush chastotaga bog'liq. Ovoz yaqinlashganidan uni ovoz balandligini his qilasiz, to'g'rimi? Orqada turibsiz, ovoz balandlashyapti. Demak, kelyapti deysizmi? Ovoz pasalaysa, ketyapti deysiz, to'g'rimi? Bu Doppler effekti deyiladi. Bilasizmi, bitta anonsda asta aytadi-ku, antenani bura deb pasaytiradi. Bu degani tovush uzoqlashmay oxiriga boryapti deb his qilasizmi? To'g'rimi? Keyin yana o'shani kuchli bilishiga sabab u shuning uchun talentli odam bo'lganda, keyin bitta qiz bola bilan uchrashmoqchi bo'lib, velosiped haydab kelib, "To'lakan tayda" deb oxiri pasaylashib ketadi. Bu degani qizni oldiga kelib balandlashdi-yu, to'g'rimi? Keyin uzoqlashgan sari o'zi qancha uzoq bo'laversa, chastotadan ayriladi-da. Chastotani pasaytirib gapiryapti. Siz uni fizikasini bilmasangiz, miyangiz realni hayotga o'tkazdimi o'zi? Tushunyapsizmi? Shuning uchun masalan meni hozir aytgan gaplarim hayotda ko'p narsalar fizikaga bog'layapman-ku. Hozir ertakdek tuyulishi mumkin, lekin o'sha narsani kimdir qo'llab chiqadi, kuchayib ketganda to'g'ri aytibdi deb qoladi-da. Demak, fizika pashta siz aytganda juda hayotimizda o'rab turgan har qanday narsada, demak, mana fizik hodisalar. Masalan, meni ko'rib turadigan juda kuchli biznesmenlar aytsin mana. Masalan, realni aytsin, priborlaringiz juda ko'p, sexlaringiz juda ko'p, to'g'rimi? Doktorlar masalan juda ko'p asboblar olib tashlagan, lekin ishlaydigan mutaxassis yo'q. Bo'lsa ham sal buzilsa Xitoydan kelib o'xshattiradi. Buni bizlarga masalan ustalarni, o'sha narsalar tushunadigan odamlarni hech kim yaratib bermaydi. Bizlar o'shanaqa institutlar yoki o'shanaqa guruhlar tuzib, unga homiy qilib, hozir shu narsalar tashkil qilishimiz kerak. Ertaga to'liq hamma narsaga chetga qaramay qoladi. Masalan, lubba ishlab chiqarish sohasi deymizmi? Men Samarqandda bitta hozir yangi tadbirkor chiqib kelyapti, quruvchi sohasida juda O'zbekiston tanib bo'ldi o'zi. Anvar Temirov deydi. O'sha odam masalan o'zini ilmiy jamoasi ham borda, shakllantirdi yaqin. Ilmiy jamoasi qanday? Masalan, quruvchilikda to'liq muammosini o'zi yecha oladigan bitta ilmiy jamoa qilyapti, u rivojlanadi, vaqti kelib xohlagan seldaydni qiladi. Hozir masalan kimdir menga pul xarajat qilib nima qilasan deyish mumkin masalan. Bu yerda jamoasiga kamida 10 milliondan oylik, hatto bitta o'sha jamoasiga boshliqroq bolaga bitta mashina berdi. Avval men bitta mashina berdim, ularga soat uyga nimadir bo'ldi. O'shanga tekin berib yubordi o'sha bolaga. U nima qilmoqchi bilasizmi? U boshim kuchayib ketadi. Sababi hamma quruvchilik muammolarni shu o'zining kichkinagina, hozir kichkinagina vaqtga katta institutda hal qiladi-da. Klubda katta biznesmenda o'zini ilmiy jamoasi bo'lishi kerak edi. Tushuntirilyapti. Masalan, mana hozir Zarmit nima uchun kuchayib ketyapti Samarqandda? O'zini instituti bor. Klubda kasallikda masalan o'tirib o'ylaydigan jamoasi bor-da. Demak, har narsani pul hal qilmaydi. Har narsa moddiyatga olib taqalmaydi. To'g'ri, ularni rivojlantirishga, sarflash kerak. Rivojlantirishga sabab bo'ladi, lekin hamma narsani muammo yechib tashlaydi degani emas. Bu deganim juda ko'plarda shunaqa tushuncha paydo bo'lib qolgan. Misol uchun, menda pul bor, misol uchun ingliz tilini o'rgan yo rus tilini o'rgan desa, albatta tarjima yo'llayman-da, pul bor-da, misol uchun shunaqa tushunchalar bor-da hali ham bizda. Yo'q, unaqalar yo'q. Masalan, qandaydir biznes, quruvchilik sohasida ham o'zining axtaruvchi jamoasi bo'lib, ilmiy jamoasi bo'lishi kerak-da. Bitta odam o'zi hal qila olmaydi. Masalan, hozir quruvchilarda standart uyda hech kim olmayapti ha. Masalan, siz tasavvur qiling, 16-etajga aytasizda, bunday 100 metr suv bormi deysiz. Lekin o suvni kim chiqarib beradi? Qanday texnologiya chiqarib beradi? Tasavvur qiling, pastdan haydaydigan bo'lsa, yorilib ketadi. 16-etajdagi suvni boshdan pastga bilasizmi qanday beradi?
Keyin gazda masalan ma'lum bir nuqtalarga kamaytirib bermasa zichligi kichkina balandga borib bu gaz plita perspektivasini otib beradi. O'sha mutaxassislarni siz masalan chetlab qila olmaysizku. To'g'ri, masalan uni tokini qanday shakllan. Keyin masalan shunday uylar qurilyapti hozir masalan bunday qilsa yonadigan vaqtingiz bor. U arxitektor jamoasi masalan meditsina bo'ladigan bo'lsa juda kuchli masalan meditsina sohasiga ketyapsizku. Bitta yoki ikkita ilmiy jamoa qilib qo'yish kerak. Hozir siz shuni qilib qo'ying, rivojlanishga hissa qo'shadi. Hozir siz qilmasangiz o'shani qilgan odam sizdan o'tib ketadi. Meditsina sohasi. Yana qaysi soha? Masalan aytaylik, Vine deymi masalan, blogerlar masalan, kino. O'sha любой voqea hodisani tubiga yetadigan mutaxassislar jamlangan bitta jamoa kerak baribir. Samarqandda men bilgan Anvar Temirov qilyapti. Va ularni o'sha jamoa juda katta pul bilan ta'minlayapti. Hozircha ulardan foyda ololmayotgan bo'lish mumkin, lekin vaqti kelib undan olgan foydasini hech narsa bilan tenglab bo'lmaydi. Shunday. Meni shogirdim ham, Shohruh degan shogirdim zo'r ketyapti, umr uzoq bo'lsin, chiqib yomon ko'zlardan Xudo o'zi asrasin. U ham bitta shunaqa jamoat tuzyapti. To'liq masalan kelajakda qaysi ishlar zo'r bo'ladi va hozirgi ishlarga fan texnikani shunday integratsiya qilyapti. Integratsiya deymi? Shunaqa. Shunday. Shu. Agar imkoni bo'lganda o'tmishga qaytgan bo'lardingizmi yoki kelajakka borgan bo'lardingizmi? Men shu joyda turgan bo'lardim. Chunki hozir qiladigan ishlarim juda ko'p. Chunki men bitta narsadan to'g'ri foydalanaman, o'tmishda ham hamma narsadan oqilona foydalanganman. Chunki biron bir ishimni kamdan kam holatlarda o'ylamay qilib xato qilaman. Fizik optimist bo'lish kerakmi yoki skeptik? Xullas, fizik sal tavakkalchi bo'lish kerak-da. Qilaverish. Optimist bo'lish kerak ekan. Ha, qilaverish kerak. Masalan, tabiatda yanada juda ko'p hodisalar to'satdan aniqlangan. Masalan, hozir butun dunyoni elektr energiyasi bilan ta'minlaydigan hodisa elektromagnetik induksiya hodisasi Faraday topgan. Bu tajribalar chog'ida aniqlanib qo'ygan. Bu eminni bu masalan bunday qarasa stilka qimlab turgan bo'lgan-da. Shunday. Sizni fikringizcha insonlar e'tibor bermaydigan, lekin juda ham hayratlanarli fizik hodisa qaysi? E'tibor bermaymiz, lekin juda aslida hayratlanarli bo'lgan fizik hodisa qaysi? Ko'rish hodisasi. Masalan, ko'rishimizga nima sabab bo'ladi? Fotonlar oqimida. Bu hozir o'shandan foydalanib elektr energiya, quyosh energiyasi deyapsiz-ku, to'g'rimi? Quyosh energiyasi deganda nima tushunasiz? Quyoshga bizlarga energiya beryapti. Undan fotonlar chiqyapti. Tushunyapsizmi? Telefonimizni ham bunday qilib qilamiz-ku, to'g'rimi? Bunday qilib fotonlar bilan boshqaramiz. Bunday qilsak tushadi-ku, hozir leylarda orqada bor-ku, to'g'rimi? Bunday qilsak qo'limiz uni fotonlarni boshqaryapmiz-da bizlar ha. Demak, ko'zi ojizlar. Butun dunyoda ham fotonlar boshqarilsa dahshat texnologiya bo'lyapti unaqa. Fotonlar masalan darvozaga keladi bitta uni ochiladi-ku. Fotonlar. O'sha fotonlar, ya'ni kvant fizikasi dahshat rivojlanishi kerak O'zbekistonda. Fotonlar, tamom. Masalan, hozir telefon qilganingizda elektromagnetik to'lqin zarralar, fotonlar ketadi. Sizda agar ko'zingiz elektromagnetik radio to'lqinlarni ko'rganda edi, sizni qulog'ingizga qanaqangi radio signallar kelib, sizni qulog'ingiz zarralayotgan sizga bo'ladingiz-da. Tushunasizmi? Juda ajoyib. Ustoz, bizning ko'rsatuvimizning bir an'anasi bor. Har bir ko'rsatuvimizda mehmon bo'lgan inson o'zidan keyingi mehmonga bir savol tashlab ketishi kerak shu yerda. O'sha inson qaysi sohaligini bilmaysa hozir. Qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar? Qaysi sohadan bo'lishdan nima? Qat'iy nazar shu keyingi mehmonimizga bir savol tashlab ketishingiz kerak. Masalan, siz ustoz sifatida shogirdlaringizga vaqtni to'g'ri taqsimlash haqida qanday bir nima deydi? Maslahatlar berasiz. Mana shu to'g'ri. Chunki vaqt masalasi hozir muhimda. Juda ham. Ustoz, mana qisqa ammo mazmunli suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizga katta rahmat deymiz, chunki bugun o'zingizdagi eng qimmat narsani biz bilan bo'lishdingiz. Bu sizning vaqtingiz. Bugun siz bizda mehmon bo'lib turibsiz. Siz bilan ko'rsatuvda Xudo xolasa keyingi ko'rsatuvlarimizda
Samarqandga borib biz ham mehmon bo'lib qaytish Albatta. umididamiz. Ustoz, sizga kattakon rahmat. Biz bildik bugungi suhbatda fizikani 1 soat, 2 soat ichida gapirib berish hech qanday imkonsiz bu. Xudo xohlasa hali yanada siz bilan hamkorlikda ishlash niyatimiz bor agar xo'p desangiz. Albatta. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Oxirida agar Aziz do'stlar, bu 2 yosh juda zo'r savollarni, juda iliq fikrlar bildirdi. Kadr ortida ham dunyo qarashi, tafakkuri menga yoqdi. Umr uzoq bo'lsin, rizq butun bo'lsin. Allohim qo'llab-quvvatlasin. Sizlarda ham oilaga tinchlik, ro'zg'oringizga Allohim xayr baraka bersin. Allohim buyuk. Biz bizni yaxshi ishlar bilan siylasin. Farzandlarimizni kelajagini ish qilib yaxshi, kelajagini porloq qilib bersin. Oilalarimizga tinchlik, totuvlik, orqamizda turgan farzandlarimiz va oilalarimiz doim bizlarni yuzimizda yorug' qilib berishini Allohim bizga nasib qilsin. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Biz sizlarni juda ham yaxshi bo'lishini so'rab qolamiz. Hammaga omad. Rahmat ustoz, sizga kattakon rahmat.